Keling, bugun sizga omadli bo'lishni bitta siri bilan bo'lishaman. Tayyormisiz? Nimani kutyapsiz? Hech qanday sir yo'q. Hammasi juda ham oddiy. Biron bir narsaga erishishingiz uchun sizda og'riq bo'lishi kerak. Og'riq deganda biz alam dardni tushunamiz. Yo'q, biznesda alam dard emas. Og'riq bu maqsad bo'lishi kerak. Erishmoqchi bo'lgan maqsadingizni aniq qo'ygan bo'lishingiz kerak va unga erishiladigan yo'llarni intizom ila har doim dekompozitsiya qilgan holatida to'g'ri yetib boradigan yo'lni izlab topishingiz kerak. Ana shundagina siz haqiqatdan ham omadli bo'lasiz. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni olish uchun biznes klubga a'zo bo'ling va bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like va podpiska unutmang va men omadsizman deb o'ylayotgan insoningizga aynan mana shu videoni jo'natib qo'ying. Sababi omadli bo'lishning siri bitta: intizom ila to'g'ri maqsad qo'yish.